Mahorat va iqtidorlaringdan foydalangan. Mahorat va iqtidorlar hissiy huzurdir. Men buningdan faqat oxiratlik savobnila ko'zda tutmayapman. Balki u haqiqatan his qilinadigan huzur va xushalliqdir. Ulardan bahramand bo'lgan. Ularni cho'ng kichik, boy kambag'al, yiroq yaqin barliq kishilarning hammasiga qo'llangan. Ya ularning aziyatlaridan saqlanish, ya ularning yaxshi ko'rishini qo'lga keltirish, ya ularni isloh qilish. Shundoq, ularni isloh qilish uchun ularga bu mahorat va iqtidorlarni qo'llangan. Ali ibn Jahim fasohatlik bir shoir bo'lib, hayotdan faqat cho'lda ko'rganlarini bildigan qo'pol bir arabiy edi. Xalifa Mutavakkil bo'lsa, eg'ir besiq kishi bo'lib, uning yoniga atigan oqshomlarda u xohlagan narsalar keltirilib turardi. Ali ibn Jahim bir kuni Bag'dodga kirdi. Uningga xalifani madhiyalaganlar xalifaning huzurida nasibiga erishadi ekan va atoyi ihsonlarga noil bo'ladi ekan deyildi. Ali buningda xushal bo'lib, xalifalik saroyiga qarab mangdi. Mutavakkilning huzuriga kirib, shoirlarning she'r o'qib foyda olayotganligini ko'rdi. Mutavakkil huquq, hayvat va kuch-quvvatda haqiqatan tavakkul qiling'uchi edi. U xalifani maqtab bir qasida o'qidi. Uning beshi mundaq edi: Ya ayyuhal xalifa, anta kal kalbi fi hifazika lil wuddi va kattaysi fi qira'il xutubi. Ya'ni, ey xalifa, sen do'stlikni qo'g'dashda itqa, qiyinchiliklar bilan elishishda tekiga o'xshaysan. U xalifani it tekilarga o'xshatishga boshladi. Ilgari xalifa quyosh, oy va tog'larga o'xshatiladi. Shuning bilan xalifaning achchiq kelib, muhofizachilar darhol harakatga keldi. Jallatlar qilichlarini so'g'ardi. O'limga hukm qilingan kishining ostiga silinadigan teri palaslar silindi. Uni o'ldirishga tayyorlik ko'rildi. Xalifa Ali ibn Jahimning tabiatining g'olib kelganligini bilib, uning tabiatini o'zgartmoqchi bo'ldi. Ali ibn Jahim xalifaning amri bilan ko'rkam bir saroyga o'rinlashtirildi. Uningga atigan oqshomlarda intayin chiroyli dedaklar, lazzatlik va esil yemaklarni keltirib turdi. Ali ibn Jahim ne'matlarning huzurini surib, krislolarga yo'linib o'ltirdi. Dillarni eritib o'tadigan esil shoir va intayin lirik adiblar bilan ham suhbatda bo'ldi. Bu holat 7 oy davomlashdi. Xalifa bir kechasi suhbatda o'ltirib, Ali ibn Jahimni esiga oldi. Uni so'raydi, ular uni chaqirdi. Ali ibn Jahim xalifaning oldiga kelganda xalifa: "Ey Ali ibn Jahim, menga bir she'r o'qib bergin" dedi. Ali ibn Jahim bir qasida o'qidi. Uning beshi mundaq edi: "Uyunul maha baynar rusafati wal jisri jalabnal hawa min haythu adri wa la adri." Ya'ni salmoqliq bilan jasurlik orasidagi yova qo'taznikida ko'zlari man biladigan va bilmaydigan joylardan havaslarni keltirdi. Ali ibn Jahim intayin ta'sirli so'zlar bilan his-tuyg'ularni qo'zg'agandan keyin xalifani quyosh, yulduz va qilichlar bilan sifatlashga boshladi. Qarag'in, xalifa Ali ibn Jahimning tabiati qandoq o'zgartirildi? Biz bolalarimiz yoki do'stlarimizning tabiatlaridan qanchalik siqilgan bo'lsaqmi, ularni o'zgartirishga urinib baqdiqmi? O'zgartirdikmi? Eng yaxshisi o'z tabiatingni o'zgartgin. Chiroy turishni tabassumga, g'azabni kang qo'rsaqlikqa, baxillikni saxiylikqa o'zgartgin. Bu tas emas, lekin iroda va kuch-quvvatga muhtoj. Shunga botur bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarjimholiga nazar tashlagan odam shuni bayqaydiki, Rasululloh kishilarga esil axloqi bilan muomala qilib, ularning qalblarini egallagan. Rasululloh bu axloqlarni faqat kishilarning oldida yasalmoq bilan qilib qo'ygan emas. Rasululloh oilasi bilan xoli bo'lgan chog'larda kang qo'rsaqligi g'azabga, yumshoqligi qo'pollikqa o'zgarib qolamdi? Yo'q, o'zgarib qolmaydi. U kishilarga ochiq chiroy bo'lib, oilasiga muz chiroy bo'lmaydi. Bolalari va ayollaridan boshqa kishilarga esil muomala qiladigan kishi emas edi. Balki uning axloqiy tabiatiga aylanib ketgan bo'lib, chashgoh va kecha namozlari bilan ibodat qilgandek, axloqi bilanmi Allohga ibodat qiladi. Tabassumini Allohga yaqinlik, muloyimligini ibodat, abuchallik va yumshoqligini yaxshilik deb qaraydi. Go'zal axloqini ibodat deb qaragan kishi butun ahvollarda tinch vaqtidami va urush vaqtidami, och vaqtidami va to'q vaqtidami, saq vaqtidami va kasal vaqtidami, hatto xushal vaqtidami va xafa vaqtidami uning bilan zinnatlanadi. Shundaq, nurg'unlagan ayollar borki, ular erlarining axloqi,
kang qursaqligi, ochiq yo'riqligi va saxiyligini anglaydi-yu, lekin erlaridan ashularning hech birini ko'rmaydi. Chunki ularning erlari uyda axloqi nachar, ko'ngli ko'ksi tar, muzchiray varqiraydigan, la'nat o'qiydigan, bixillik qiladigan, minnat qiladigan erlar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarning eng yaxshilaringlar oilasiga eng yaxshi muomala qilganlaringlardir. Men sizlarning ichinglarda oilasiga eng yaxshi muomala qiladigan kishiman degan. Qarg'in Rasululloh oilasiga qanday muomala qiladi? Asvad ibn Yazid deydi-ki, men Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyda nima qiladi deb so'rasam, oilasining ishini qiladi. Namoz vaqti kelganda tahorat olib namozga chiqadi degan edi. Ota-onalar uchunmi mushundoq bo'lishimiz kerak. Biz nurg'unlagan kishilarning axloqi esil, saxiy, ochiq yo'riq, boshqalar bilan muomalasi yaxshi deb anglaymiz-yu, lekin ular o'zlarining eng yaqinlariga va o'zlarining ustida haqqi eng cho'ng bo'lgan ota-onasi, ayoli va bolalarga qo'pol muomala qiladi va ular bilan kori bo'lmaydi. Shundoq, sizlarning eng yaxshilaringlar oilasiga, ota-onasiga, ayoliga, xizmatchilariga, bolalarga eng yaxshi muomala qilganlaringlardir. Xushal kayfiyatga to'lgan bir kuni Abu Layla radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonida o'ltirardi. Hasan yoki Husayn ikkisining biri Rasulullohning yoniga mengib keldi. Rasululloh uni ilib qo'rsqida o'ltirg'izdi. Bu kichik bola Rasulullohning qo'rsqiga siyib qo'ydi. Abu Layla mundaq deydi: "Men uning suydikining Rasulullohning qo'rsqi ustida yo'l bo'lib oqqanligini ko'rdim. Biz o'rnimizdan aldirab turib uning yoniga bordik. Rasululloh: "Bo'ldi qilinglar. O'g'limni cho'chitmanglar" dedi. Bu kichik bola siyib bo'lgandan keyin Rasululloh suv ilib kelishni buyurdi. Andin uni suydikning ustiga to'kdi. Bu nima degan go'zal axloq, a? Rasululloh bu axloqlarni o'zida qanday yetildirgandi? Demak, Rasulullohning cho'ng kichik kishilarning qalblarini egallashi ajablanarli emas. Bir ko'z qarash. Qorong'ulikni tillashning o'rniga chirog'ni o'ngshashga harakat qilgan. Doktor Muhammad Arifiyning İstimta bi hayatik nomli kitobidan tarjima qilguvchi Pinhan.